tog'a. Uzr, yana men keldim. Voy, iplos. Ashi bola kelsachi, qichqa olib qoldim. Kelaorasan, uka. Menga qara, uvada mana shtrap keldi yana. Kelaoram, yil shtrap basmi seni. 180 tezlikda ham yuram, tiko 60 da o'tmaydi. Tezligi oshmasin deb miq qoqib qo'yganman, 60 dan o'tmasin deb. Shtrapga tushoma. Ya dada. Hayron qoldingizmi? Hali dengiz ichida yozuvlar turganiga. Nimaga? Ishtirokga kamroq tusiz, yozuvlarimiz, ashlar rosta kamini yeymiz. O'g'il bola? Rosa yig'layim kelyapti. Meni o'g'lim ishtirokga tusha olamikin a? Ishtiroklar bilan oshna bo'lib qoldi. Dada! Yana ishtirokga tushdingmi? Bola portisi nima qilding yana? Dada, endi qaytib radarga tushmayman. Nimaga? Chunki menda Neolan 7700S antiradari bor. Nima qiladi buni? Radar kameralarni oldindan ogohlantiradi. Tezlikka rioya qilishimga yordam beradi. Shtraflar kelish xavfini kamaytiradi. Safarlarimni xavfsiz qiladi. Zo'rmi? Falon pulga ogondirsan, falon pulga. Yo'q dada, 31-avgustgacha 7700S va boshqa modellarga aksiya bo'layapti. Oldingi narxi 2.190 ming so'm, men 1.742 ming so'mga oldim. O'zi marketdan ham olsa bo'laver ekan. Mana biz o'g'lim. Bo'lan kanu. Nima qilyapsan? Qo'rqib eshitaydi, nima qilyapsan? Ha, bu o'g'lingiz radarga tushmay qo'ydi, xavotir olib o'tiribman men. Endi o'g'lim radarga tushmaydi, tushundingmi? Neoline degan biz antiradar bor. Nari yoqqa.